bitta bizim mahallamiz o'zida 9.2 kilometr ichki yo'llar asfaltlandi. Hop, hozir aholimiz barcha xonadonlari 100% ichimlik suv bilan ta'minlangan. 80-90% ga elektr ta'minoti ham yaxshilandi. Beton tayanchlar, sip kabellar tortilgan. Hozir mana bu yilda prezidentimiz tomonidan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Mana bu yillarda ham mahallalarga, shular jumlasidan bizning mahallaga ham e'tibor juda katta. Mana endi oxirgi mahallada amalga oshirilgan ishlarni gapiradigan bo'lsak, mahallamizni qabristonida tuman hokimimizni tashabbuslari bilan tashqi devorlari eskirib, novob holatga kelib qolgani sababli barcha shu qurilish materiallari yetkazib berildi. Qolgan ishlari mahallamizning yoshlari, faollari tomonidan hashar yo'li bilan 115-120 metr masofadagi devorlar yangilandi. Bundan mahallamizning ahli juda xursand. Mahalliy aholini yordamida, yoshlarimiz aholini yordamida qabristonni ko'cha tomoni juda chiroyli holatga keltirildi. Mana bu qilingan ishlardan bizni mahalla ahli juda xursand, chunki har birimizni ham keladigan joyimiz mana shu oxirgi joyimiz qabriston bo'lib hisoblanadi. Shunaqa sharoitni yaratib berayotgan yurtdoshimizga biz o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.